Chikago Amerikaning musiqiy markazlaridan biri. Qayga qaramay ritm va blyuz va jaz sadolari quloqqa chalinadi. Bu yerga kelib tez-tez konsert beradigan san'atkorlardan biri yosh iste'dod sohibi. U g'arb va sharqni bir-biriga yaqinlashtirishga urinmoqda. Eronlik muhojirlar farzandi. Eronliklar uchun bu ohang vatan sadosi. Amerikaliklar ham mahliyo. Amerikaliklarga bu musiqa juda noyob, sirli va qiziqarli tuyuladi nazarimda. Farid chaladigan musiqa turli madaniyatlar qorishmasi. Bugungi dunyo o'zi shunday deydi u. Forscha musiqada improvizatsiya kuchli deydi suhbatdosh. Jazga juda o'xshaydi. Fors musiqasida turli gammalar bor va ular ichida turli diapazondagi ohanglar mavjud. Har bir diapazonda erkinlik bilan improvizatsiya qilish mumkin. Farid yakkaxon musiqachi sifatida ham eronlik va amerikalik do'stlari bilan Tehrona Zavr deb nomlangan guruh doirasida ham ijod qiladi. Chikagoga safarimizni kelgusi dasturimizda davom ettiramiz. Qiziqarli lavhalarimiz bor. Hozir esa siz bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xonadoningizdan tinchlik, xotirjamlik, baraka va xushxabar armasin. Chikagodan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.